Havo yetmayapti, xursandligimdan havo yetmayapti menga, to'g'risi, umuman havo yetmayapti. Hozir tarqalayotgan ma'lumotlarga ko'ra, Janubiy Koreyada vafot etgan o'zbekistonlik qiz Nozima ish to'g'risida yuzasidan rasmiy idoralar tomonidan tekshiruv ishlari boshlanishi aytilmoqda. Ma'lum qilinishicha, Janubiy Koreya ichki ishlar organlari ushbu holatning sabablari aniq. Hozircha voqeaning barcha tafsilotlari ochiqlanmagan, ammo holat jiddiy nazoratga olingani ta'kidlanmoqda. Bunday holatlarda odatda o'lim sabablari ekspertiza orqali aniqlanadi, voqea joyi va guvohlar tekshiriladi, marhumning oxirgi kunlari va aloqalarini o'rganiladi. Shu sababga ko'ra O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ham bunday holatlarda fuqarolarga manfaatni himoya qilish uchun jarayonni kuzatib boradi. Hozircha rasmiy yakunga xulosa chiqarilmagan, shuning uchun faqat ishonchli manbalarga tayanish mumkin. Lekin O'zbekistonda Dalil.uz va boshqa blogerlar orqali ekspluatatsiya, ya'ni qabrni ochib qayta tekshirib ko'rishmoqchi. Bu qanday to'g'ri yoki noto'g'ri ishligini kommentariyalarda yozib qoldirsangiz, o'z fikrlaringizni albatta inobatga olamiz. Like tugmachasini bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Hammalaringga yaxshi kayfiyat. Assalomu alaykum akaxon, men charchayapsiz, tuzumsiz. Aka, mana o'sha yerda yorib tashlaysiz, tupga tiqib yuboringiz, gap so'z yo'q. Men u yerdan chiqqandan keyin ko'rdim, ularning o'zini yig'ilishimi, gruppasimi bor ekan. Menimcha asad sanqsadi. O'shanga ehtiyot bo'ling, nimanidir mo'ljallayapti, yo'q aka ular.